Instagramistlar mendan xafa bo'lmanglar, chunki sizlar qiladigan 100 ming, 200 ming so'mlik ishni ommaga bekorga ko'rsataman. Bu nima deyishinglar mumkin? Telefonlaringda barchada Instagram, Facebook, Odnoklassnik, Telegramlar bor. Qaysi tur telefonga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, ularni parolini bilmaysiz yoki bo'lmasa esingizdan chiqib qolgan. Barcha parollar bir joyda saqlanib turadi. Qayerda turishini hozir men sizlarga ko'rsataman. Bir dona like bosib qo'ying va bu videoni eng yaqin do'stingizga jo'natib qo'ying. Mabodo sizga ham kerak bo'lib qolsa, osongina topib olasiz. Podpiska bosib qo'yish ham esdan chiqmasin. Play Market kiramiz. Kirganimizdan so'ng bu yerda ismimizni ustiga bosamiz va bu yerdan account Google'ga kiramiz va безопасный и выходga kiramiz. Kirganimizdan so'ng eng pastiga tushamiz. Bu yerda manager parol turibdi. Aynan ustiga bossak, bu yerda qanaqa tarmoq ishlasak hammasi chiqib keladi. Misol uchun Instagram ustiga bosamizda ekran parolimizni kiritamiz. 9806 bo'lsa ekran parolimiz. Bu yerda mana qaranglar, Farg'onskiy maktabi turibdi. Buni ko'zchani bossak parolni ko'rsatib beramiz. Mana jamoa turibdi, ko'zchani bossak buni parolni ko'rsatadi. Bu yerda barcha akkauntlar agar Google'ga ulangan bo'lsa, shu yerdan ko'rishinglar mumkin. Bunaqa videolar faqatgina UstiXda bo'ladi. Like bosib, podpiska bosib, eng yaqin do'stingizga jo'natib qo'yinglar. Like podpiskasidan xizmat qilishimizdan sizlar bilan UstiX bosdik.